Mana bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining tartib sudli hay'at tomonidan ayniqsa murojaat ortidagi ish jarayoni bo'yicha sud ishni o'zi yakuniy qarori qabul qilindi. Bugun chiqqan qarordan ko'ngil to'ldi. Shu bo'yicha qisqa mazmunda gapirib. Bugun chiqqan qarordan ko'nglim to'lgani yo'q. Chunki necha yildan beri, mana 2014-yilda meni ishtirokimsiz yopib borilgan edi bu jinoyatlar. O'sha jinoyatlar yopilganligida o'sha paytda men 2 yildan keyin 2016-yilda bilgan edim. Hammasini yashirincha orqa varatdan yopilgan edi hammasi. Notarius ham orqa varatdan, ya bekor qilib yuborgan. Sudyalar ham orqa varatdan mana bekor qilyapti. 18-may 2010-yil uydan noqonuniy ravishda haydab chiqarishgan edi. Mol-mulkimizni talatishgan edi. Mendan o'ch olishdi. Sudlanuvchini aybdorlar Jumjon Komiljon Salimjonovni top kelishadi, mendan o'ch olishdi. Lekin sudga, jinoyat sudiga olib kelishga, ta'minlab olib kelishga olib kelinmaydi. Mana necha marta sud bo'lgan bo'lsa, qoldirildi orasida, necha marta sud majlisi bo'lgan bo'lsa, biror marta olib kelingani yo'q. Jumjon Komiljon Salimjonovni. Nima bu? Men o'yladim, fuqarolik sudlarini hammasi sotib olgan deb o'yladim. Jinoyat sudini ham sotib olgan ekan unda. Buni tepasida turgan odamlar bor. Juda katta odamlar turibdi bu yerda. Juda katta mansabli odamlar. O'sha Xudo berganim Tursun Aydarovich hammasi o'shalar turibdi, o'shalar. Milliy xavfsizlik turibdi, hozirgi DXXlar turibdi hammasi, bosh prokuratura turibdi buni tepasida hammasi. Jinoyat ishi yoptirmagani uchun mendan o'ch olishdi 18-may 2012. Necha marta, bir necha bor shu necha yildan beri jinoyat sudiga anaqa arizalar berib kelaman. Shikoyatlarim qonuniy ko'rib chiqilmayapti. 15-yanvar 2025-yil Chilonzor tuman jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudiga taftish tartibida shikoyat ariza olib berganimda o'zini bahodir deb tanishtirgan sudya baqirib olgan edi, ko'rib sudya shikoyatni ko'rib turib. Kimni duxi yetarkin bu jinoyatlarni ko'rib chiqishga, bu shikoyatlarni ko'rib chiqishga deb baqirgan edi. Ana o'sha baqirgani to'g'ri chiqdi mana. Mana haqiqatda jinoyatlarni ko'rib chiqilgani yo'q. O'sha amnistiya qilib, qo'llab, lekin o'sha Jinoyat Protsessual kodeksini 84-modda 2-qismida yozib qo'yibdi. Ayblilik masalasini hal qilmasdan turib, ana qilish sudlanuvchini, ayblanuvchini. Agar keltirilgan zararlar qoplangan taqdirda aybli masalasi hal qilmasdan ana qilsa bo'lardi, amnistiya tushirsa bo'lardi. Endi qarang. Men bilan oldi berda qotganda, egasi qarovsiz uylarni oldi sotib qotgan paytda o'zbek fuqarosi bo'lib turadi-da, amnistiyaga tushirayotganda chet el fuqarosi bo'lib qolar ekan. Ko'rdingizmi? 7 ta davlatda fuqarosi mana yuribdi jinoyatlarni qilib, butun O'zbekistonni sotib olgan ekan-da bu. Men qoyil qoldim bu O'zbekistonni barcha ichki ishlariga bormi, bosh prokuraturasi bormi, hammasiga qoyilman. Lekin agar olib kelinganda, jinoyat sudiga olib kelinganda, men shu yerda isbot qilib berardim hammasini. Isbotlanmadi, boshqa qilinmadi deb prokuratura o'zicha aniq rad javobini berib, mana prokuraturaning aytganini qilyapti sudlar. Mustaqil emas dedi sudlar. Prokuratura nima desa o'shani qiladi. Prokuratura-yu mendan o'ch olib kelgan. Shuncha necha marta bosh prokuratura tepasida Amirov Sheshe degani 2008-yil 20-noyabrda Milliy xavfsizlik xodimi menga tahdid qilib, jinoyat ishi yopding, yopmasang ana qilamiz deb. O'shanda keyin tahdid qilgan edi. Ana shu masalalar hammasi mana o'zini isbotini topyapti. Bizda haliyam sudlar mustaqil emas. Prokuratura nima desa o'shani qilyapti. Mustaqil emas. Hammasini prokuratura o'yin qilib kelyapti, jinoyatlarni yopib kelyapti, porasini olganmi, nima qilsa qilgan, xullas hammasini. Mana aytgan, prokuratura aytgan bo'lyapti. Qaqqa xohlasan arzini qilaverdi, mana to'g'ri chiqyapti. Bosh prokuratura turibdi buni tepasida. 2007-yil o'sha jinoyat ochgandan keyin men endi milliy xavfsizlik o'sha paytda hamma yoqda kuruyit qilardi. Milliy xavfsizlik odilona, vijdona ko'rib chiqadi, halol ko'rib chiqadi jinoyatlarni deb olib borib bergandim. Bu chet el fuqarosi ekan, biz ko'rib chiqamiz bu ishni deb olib qolingan edi. Lekin 1 yildan keyin o'zgarildi. Jinoyat ishi yopish kerak, boshqa qilish kerak. Lekin bosh prokuratura bilan milliy xavfsizlik ikkalovi birgalikda pasport idoralarini tekshirishganda 100 dan oshiq chet el fuqarolariga soxta o'zbek fuqarolik pasportlari berilganligi aniqlangan. Shuni ro'yxatini o'zim o'z ko'zim bilan ko'rganman. O'sha ro'yxatda Yusufjon Komiljon
o'zbek fuqarosi soxta deb topilgan. 53-cheslar yozilgan, 53 raqamni surgan edi. Soxta deb topilgan edi. Endi qarang, bu egasi qarovsiz uylarni qilib kelganda o'sha soxta hujjatlar bilan, Chimkent shahridan notariuslardan olib kelgan soxta hujjatlar bilan sotib kelganda, buni faqat ichki ishlar organlariga, mana yosh ichki ishlar organlari keladi, yosh prokurorlar keladi, yosh sudyalar keladi, yosh anaqalar xullas. Ana o'sha odamlarga sotib kelgan bu uylarni. Mana masalan bozorda o'sha uy bozorida $1000 turgan bo'lsa, bu 500, 600, 700, 800 dollarlik sotib kelgan. Endi bloga vatan qilib bergandan keyin u nima qiladi? Yusufjonovni himoya qilib keladi. Ana shuni orasida olib kelingan o'sha soxta hujjatlari o'tmay qolsa, soxta hujjatlari notarial idorada o'tmay qolsa, fuqarolik ishlar sudyalari yordam berib kelishadi bularga. Yordam berib o'sha olib kelingan soxta ishonchnomani haqiqiy deb topib, Yusufjonovga o'sha uylarni sotishga ko'maklashib kelishgan. Men to'g'risini aytsam, fuqarolik sudlariga ishonmayman. Nimaga desangiz, fuqarolik sudlari arzimagan pul chiqarib berishgan. O'sha 2018-yilda ham arzimagan pul chiqarib bergan. U pulni keyin kimdan undirishadi? Yusufjonovdanmi? Yusufjonov qizi yuradimi? Ya'ni 7 davlatda. Bu hammasi bu ko'z bo'yamachilik-ku, bu hammasi ko'z bo'yam. Odamlarni sarson qilish, boshqa qilish. Obke jinoyatchiga olib kelganingda mana masjidda to'lardi hammasini, qilmayman deganingda. Mana o'g'lini olib kelmadi, talab qiluvdim, qizini olib kelmadi, talab qiluvdim. O'sha 2 marta uydan chiqarildi, 2 marta uydan chiqarish mumkin emas u. 1 marta qaror, 1 marta ijro qilinadi. Sud hech qaysi holatlarni inobatga olgani yo'q. Hech qaysi holatlarni isbot dalil yo'qmish hech qaysi. Ay endi bu prokuraturalar hammasi sotilgan bo'lsa, ayblarini ochmaydi-ku. Men keltirgan dalillar bo'yicha ayblarini ochmaydi bular. Milliy xavfsizlik turibdi tepada, davlat xavfsizlik xizmati turibdi. Ko'nglingiz to'ldimi? Ko'nglim to'lgani yo'q. Umuman to'lgani yo'q. Umuman to'lgani yo'q. Hali ham yo'q ekan. Sudda hali odilona qaror chiqarish yo'q ekan. Haqiqiy vijdonli qarorlar chiqarish yo'q ekan. Shu o'rinda 8-aprel 2025-yilda men bergan 15-yanvarda bergan taftish tartibiga jinoyat shikoyatim Jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudida 8-aprelda boshlandi. Lekin mana 2 marta sud protsessi bo'ldi, 2 marta. 3 marta qoldirildi sud. 3 marta men o'yladimki, shu 3 marta qoldirganda ayblanuvchini, jinoyatchini, javobgarni olib keladi bular, ushlab olib keladi dedim. Men birinchi ana kunni o'zida, birinchi sud protsessida, ikkinchi sud protsessida talab qildim. Ayblanuvchini tutib olib kelinglar dedim. O'zbekcha advokatni olib kelib qo'yishdi. Menga advokat kerak emas, menga unaqa advokat jinoyat sudida jinoyatchi o'tirish kerak yonda. To'g'rimi? Javobgar o'tirish kerak. Men advokatni nima qilaman? U fuqarolik sud bo'lmasa, boshqa bo'lmasa. Men aytdim, agar dedim qilgan jinoyatlarini bo'yniga olsa, men mayli qamalama, shu hamma pulni to'layman, butun davlatga, O'zbekiston davlatiga yetkazgan zararlarni to'layman desa, men tilxat yozib bersan. Dedim, ikkinchi sud majlisi yo'q qoldi u. Mana hozir advokati. Mana o'z o'rnidan o'rnida ko'rinib turibdi, albatta siz dastlabki boshqa sudlarda hamda hamtartib sudlar hayotida sizlar olib borgan ishlarga ko'ngil to'lmadi, to'g'rimi? Ko'ngil to'lgani yo'q umuman. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Baxtiyor Islomovga mana shu holatlar bo'yicha to'g'ri qanaqa murojaatingiz bor? Shuni aytib o'ting. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Baxtiyor Islomovga murojaatim. To'g'ri video murojaatim. Video murojaatim meni taftish tartibida shikoyatimni qonuniy, adolatli, vijdonan ko'rib chiqishini ta'minlab berishni so'rayman. Bu yerda buni tepasida turganlar bor. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari turibdi, bosh prokuratura turibdi, buni tepasida bu jinoyatlarni yopganlarning tepasida. Yana xalqaro uy mafiyasi turibdi buni tepasida. Davlat maslahatchisi Xudoberganov Tursun Aydarov degan odam turibdi. Bu jinoyatlarning tepasi hammasida. Necha yildan beri mana mustaqil bo'lgan paytimizdan beri O'zbekistonning boyliklarini, davlat va xalq boyliklarini talab kelishgan bular. Menga bekoriga jinoyat ish yopaylik, boshqa qilaylik deb milliy xavfsizlik tahdid qilgan yo'q. Menga bekoriga bosh prokuratura qabulida Amirov Sherzod deganlari bekoriga tahdid qilgani yo'q, hammasi. Eshigingiz temirdan bo'lsa qattiqroq yopib oling deb o'sha video anaqalar bor-ku hammasi milliy xavfsizlik o'sha paytda. Men eshitganman o'shani. Ana o'shalarni hammasini videolarni so'rovnoma qilinsin deb shikoyatimda ko'rsatgan edim. Hech qaysi videolar so'rovnoma qilingani yo'q, boshqa qilingani hech. Mana jinoyatchini olib kelib, ta'minlangani yo'q, ushlab olib kelib. Nima so'rab qolish? Men so'rab qolishim, meni shikoyatim bo'yicha qonuniy halol ko'rib chiqishini ta'minlab berishni so'rayman.
qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev